Sizlar bilan endi Ro'ziba. Bugun bizda Minecraftda hardcore'da 100 kun yashashga harakat qilamiz. Unda bu birinchi video, birinchi qismi. Shuning uchun endi videoni olamiz. O'yin ozgina qo'tyapti. Aytgancha kommentariyga yozib keting, bu shader tursinmi yoki yopib tashlaymi? Balki shu tufayli qo'yayotgani mana shu shader bor mana. To'g'ri zo'r emas u. Quyosh boshqacha o'qon. Bu shader ko'p narsani o'zgartiradi. Mo'g'lar qishloqlarga yig'ishtira olmasdan oldin yig'ishtirmasa keyinchalik o'zimiz qiynalamiz. Videoda uncha bilinmasa ham, lekin qochish o'yincha yaxshi bilinadi. Har doim videolarda qo'tyapti desam, baribir videoni o'zim ko'rsam ham qotmaydi-da, holatda boshqacha. Buni olmaymiz. Lavlay kerak emas. O'yinni qochishni sakrasam ham qo'tyapti. Aytgancha bu kartani videoni ko'rganlar biladi. Bitta qishloqqa o'tib ketib turganda tashlarni olavergan kerent bilan hamla qilganman. Aytgancha ko'rganlar biladi. Eshak. Buldirish ham ma'no yo'q. Cho'ta videolar zerikarli o'tib ketyapti, chunki hech qaysilarning kommentariy yozmayapsizlar. Masalan, qaysidir mod bilan o'ynashni maslahat beryapsizlar. Hammalarning kommentariyalarni o'qiyapman, javob ham yozyapman. Lekin ba'zilarini qaytarib yozmayapsizlar, ko'rib turib. Просто like bosib qo'yasizlar. Meni aktiv ikkita obunachim bor. Oddiy yordam berishadi. Ekran vurilib ketdi. O'yin qo'tyapti. Qo'llarim terlab ketdi. Shu qishloqni uyda narsa bo'lardi. Pechga o'zim shedikman. Bitta ideya kelib qoldi, bu narsani hech qaysi youtuber haligi modsa bo'ladi. Hardcore'dan oldin har doim shuni unutadi va boshqa qishloqlarga boradi, lekin men buni qilishim kerak. Ba'zi tezda daraxt chopib turib, hamma qishloqlar uyga qamab qo'yaman. Albatta bu juda ham ko'p kerak bo'ladi. Hardcore'da qancha yashashni bilmayman. Yashagancha yashayman albatta. Hardcore'da hech kim bilmaydi. 100 kun, 1000 kun farqi yo'q. Axir bu o'zingizga bog'liq emas. Tirik qolish uchun harakat qilish kerak. Shu daraxt olgandan keyin bersak, kerakli instrumentlar yasaolaman. Birato'la shaxtaga tushaman. Albatta uni galim moblar o'ldirmasdan oldin o'zim o'ldiraman. Sabzi, kartoshkalar hammasini yig'ishtirib olaman. Chunki qishloqlar yig'ishtirgandan keyin qaytib eksa qachon bo'lsa yu. Davay. Kartoshka zo'rda tez qorin to'yadi. Balki bu ham kerak qolar keyinchalik. Yo'q, kerak emas. Aytgancha bu galim etimiz. Aytgancha shu videoni bir nima qilmoqchi, masalan 20 kunmi yo 30 kun o'tgandan so'ng masalan nimadir yozasizlar, o'sha narsani quraman yoki nimadir toping deysizlar, topishga harakat qilaman. Shunaqa короче, topshiriq deganday narsa nima bo'ladi. Lekin shu hardcore'da qilsa bo'ladigan narsa qilish kerak yana. 100 blokdan water drop, nimalar qo'ymaydi u.
50 kun yaşap qo'ygan bo'lishi mumkin. Yo 60 kunmi o'lib qolsam 100 kun hardkore'ni kirib ketadi shunday. Qo'ldan sirpanib ketyapti-yu. Bitta jum bor. Uy qotdi. Shu bitta tapor soling. Aytgancha shu modda turum, ya'ni mana versakda oldi, yog'ochda oldidagi uni kitobchani bitta bo'lsalang hammasi bo'ladi. Bu Java'dagi narsa bilan bir xil. Keyinchalik bu modlarni ham qayerdan yuklashni, nima qilib qanday qilishni o'rgataman. Qishloqqa yo'g'ol. Mana buni nima qilamiz-da? Nima qilamiz? Endi mana craftni bilaman-ku. Nima qilsam, so'g'ila. Ne bo'lsin, ne qilaverasizlar? Juda tez bu, vaqtni ham tejaydi. Ikkita ortib qoldi. Oltin shtuklarga bittasini urib. Hali kerak bo'lasan. Tezda shu qo'ng'iroq chalaychi. Hamma uyga kiradi, qamayman ekan. Hammang uyga kir. Uy. Raddish uzr lekin. Pastga tushmasa enter qolasan. Yana qo'ng'iroq chalishga to'g'ri. Kirganlar qaytib chiqib ketyapti. Bitta blok qo'ysa yetadi. Yo bebezonga kirib ketamizmi? Ja kirib ketmasa kerak. Nechadan bir hardcore, o'zi hardcore video olmagan kanalimda. Shuning uchun bu video olaman. Mayli. Yana qo'ng'iroq chalish kerak shekilli. Давай, kir tezroq. Bu qishloqda temirchi uy bormi? Kir. Tezroq kirsaydi shu. Ana qorong'i tushdi. Endi qishloqqa qamab qo'ydim shekilli. Mashinani kirgizmadim-da. O'lib ketmasa kerak. Endi bir uyga kirib o'tirish kerak. Vay, hamma uyda qishloq bor-ku. Tomdan kiramiz. O'zim joyiga tushdim.
kechirasiz. Bu shader bilan hatto oynalar borligi ham bilinmas ekan. Mayli, tepaga. Kerak bo'lishi mumkin. Hayır. Şu yotakta çıkıp ben de kaydık. Bu etten bir tapor esemedim vesemedim. Ya şu... Şimdi çöpü bakayım. Tapor. Tapor yasadık. Kalıcı esemiz kişiliğine. Ama 50-40. Ne gibi? Albedo. Sen bilan kamida 20 kun uchirsak kerak. Ish toqasi bittasi turibdi. Hayır. Hali sen juda ko'p kerak bo'lsa. Vaqt borda deyarli hamma qishloqni qamadim. Bular albatta keyin